barchaga Xudo xolasi 2025-yil uchun fasodga yangiliklarni qo'yganmiz. Mana yaqinroqdan ko'rsatamiz. Bu rangimiz ichida metallika svetda toshlari bor. Bunisida mana yaqinroqdan ko'rsatib o'tamiz. Qora toshlarimiz bor. Bunisida hamma go'sha yoqadigan tillali variantida. Bu yaqinroq ko'rsating, mana yonyapti bu. Hammasi ham yonadi. Nejliroq chiqdi. Bunisida hamma toshlarimiz ham mavjud. Kimga shunaqangi mahsulotlar kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Profildagi nomerlarga. Bu mahsulotimiz Dumix brendining marmor mahsuloti. Toshkentda ishlab chiqariladi. Farg'onaga yangilik olib keldik buni. Kimnidir xonadoniga shunaqangi mahsulotlar bilan xizmat ko'rsatish kerak bo'lsa, bizga murojaat qilaverasizlar. Mahsulot kerak bo'lsa ham murojaat qilaverasizlar. Keyin bu ustakalarimizga yangilik bo'lgani uchun ozgina ma'lumot berib o'tamiz. Bu travitinni qilib yurgan ustakalarimiz, o'zimiz ustida ishlab yurgan ustakalarimiz bemalol bu travitinga o'xshab ishlasa bo'laveradi. Faqat chaqlagan paytda 300 talikda emas, 100 talikda chaqlaydi. Sababi u travitindan ko'ra qattiqroq. Yaqinroqdan ko'rsatib o'tib ketamiz. Ko'pchilik yetishi mumkin. Bu toshlaring rang tosh emas, bu rang o'chishi mumkin deyishi mumkin. Bu hammasi tosh. Ustalarning o'zi yaxshi tushunadi. Buni chaqlab boradi va cherpashkada chaqlagan paytda devor chiqmaguncha bu tosh tugab qolmaydi. Tabiiy toshlardan iborat. Quyoshga, suvga, hammasiga chidamli mahsulot. Kimga kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Hammaga rahmat. Disklar ham ko'rinyapti turgani.